Ne desem kerak? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning gromkada emasmi? Xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallayib o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatingizni qilmaganga yarasha, xo'pmi? Hey, meni gapimni qaytarmangda, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdim. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda-yu. Men sizga aytayapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey kak. Qarindoshlar gruppasi nimadir bormi? Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, tushtirisham. Xo'p, degan bir marta nimadir devorga qarindoshlarimga onasini. Ma? Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bundayroq tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan birga gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutdim antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim. Bitta opang bor. Shuni tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklay olmadimi? Har kuni bu qirqqa kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antinasi yo'q edi. Antenasi yo'q ekan, ota. Bahona qilmasin, xo'pmi? Mobius sim kartasini ishlatsin. Xorazm Qoraqalpog'istonda hozir internet birinchi o'rinda turibdi. Antenalarichi yappa-yangi hamma yoq o'rnatishgan. Ha, hamma antenasi tikka turibdi. Bahona qilmasin. Bo'ldi, ota, uzr. Shu opamni bir marta tabriklasang ularmi deysan? Siz meni opam tabriklaganmisiz biron marta? Yassin opam. Xush kelibsizlar o'g'lim. Mana shunday ota-onani xabar olib turish kerak-da. Sizlarni shunday sog'indik, Biz ham sog'indik. Choy damlab beraymi? Ko'kidanmi, oqidanmi? Omoqda qilaman. Qiling. Menga qara o'g'lim. Xotining tinmasdan telefon qilyapti ekan menga. Gruppaga ham video tashyapti, tinchlikmi? Nimadir maqsadi bormi? Niyati nima uni? Nima qilay? Qilmasam qilmadi deysizlar, qilsam qilyapti deysizlar. Nima qilay, dada? Endi kelin o'rtasini oling-da. Ja ko'p ham qo'yarmang, ja kam ham qo'yarmang. O'rtasini oling. Nimani o'rtasini? Sredina deydimi? Sredinani oling. Bo'ldim divana, vanna. Ishingda jonim yana. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqonmisiz? Ya, ulay sizga men chakmayman, dadangiz chakanlar. Yo, chaqqonmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaye novi? Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turaychidim, sallarni oldinga boraychidim, u bu joyga o'tiraychidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga o'rsataman Azamat akadini. Balangizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib beraman. Azamat og'a, apreldan suvda bor, shundan aytkeling. Balam, aprelgan parashok zo'r ekan, o'shani olib kel. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelib olish zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketaman. Uyi uzoqligi unasiga ham ketib qolmay ekan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da. Bu yoqqa kel. Chegirka sho'g'lijatir, qurbaqqa kelajatir. Dadam ko'rmadi. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Mani oyog'im sasimasdi-ku.
aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku, sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizni aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Aytmayman. Ayt. Men kechqurun sevib qo'yapman. Hech narsa emas-ku, yo'li bor buni. Qassobxonaga borasan, bitta yaxshi qo'chqorda moya. Nima yeyapsan? Qo'chqordim moya. Uyda nimadir sasiyapti-da. Ha, yaxshiman, o'zing nima? Suyib qo'yapti ekan. Har kuni kechasi shamollab ketganmi? Bo'pti, mayli. O'rtog'ing Shahzod bor-ku, har kuni suyib qo'yayotgan ekan. Men sharmanda. Bu yoqqa kel. Bormayman, aldaysan sen. Men bormayman. Bormagandim-ku. Dadam bizni o'ldiradi. Dastlaqi. Nima sasiyapti desam san ekansan-da. Bu yoqqa kelda siyg'oq. Ay, og'riydi-ku. Открываю двери без ключа. Стал богаче, даже богача. Salom yaxshi qiz, bizning Chorsu restoranimizga xush kelibsiz. Nima buyurtma qilasiz? Sizni? Men menyuda yo'qman-ku, lekin bu yerda juda ham ajoyib mazali taomlar bor. Milliy taomlarning barchasi bor. Oilaviy kelib turishadi bu yerda ko'pchilik. Juda ham hazilkash yigit ekansiz. O'tiring, gaplashib olamiz. Bizda lekin ish vaqtida o'tirish mumkin emas-da, boshlig'imiz. Unda ishingiz tugashdi, men tashqarida kutib turaman, xo'p? Hazilmi bu? Hazil Millionning konsertida bo'ladi. Jinnivoy. O'ta seriozno ekanligim yo'q. Bugungi ish ham zo'r bo'ldi bolalar. Mayli, ertagacha sog' bo'linglar. Davay, tura. Ana qiz hali ham kutib o'tiribdimi? Qotilmikan, ha? Ya, men o'g'irlab pul talab qilaman uydagilarimni. Ya, unday emasdir, ey. Nima bo'lsa bo'ldi. Yaxshi qizsiz, umuman hazillashmas ekansiz-a? Men sizni sevib qoldim. Yuring, to'polani aylanib kelamiz. Voy, to'poyoqda tursin, men sizni tarixiy Oqsaroy va Miraki so'murlarni aylantiraman. Yuri git. Hoppa, mana uyingizga ham yetib keldik. Ha, bugungi kunim siz bilan juda chiroyli o'tdi. Da, kech bo'lmasa uyga kirib qoling. Voy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hozir uyga kirsam qo'shnilarim yana jalba qilishadi. Kranina suvga topdi. Men ayol kishi bo'lsam qanaqa buni to'g'rilayman? Eringizga ayta qoling. Erim yo'q. Yaxshi-ku. Yaxshi bo'lmabdi demoqchi edim. Ammo taqlab beraymi? Voy rostdan. To'g'rilashni bilasizmi? Bittada taqlayman. Mana vanna. Sharti bo'lmagan-ku. Siz buni to'g'rilab turavering, men kiyimimni istirib chiqaman, xo'p? Yigitni bugun omad kelyapti deyman. Taqlab chiqdi. Xotin. Mana, erim yurmaydi desam. To'ppasi yurarkan-ku. Xotin. Noturchi xotin. Napqin taniysizmi? Ambulatoriyaga admin kuyim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deyman-da. Qattuye. O'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qisilab chakadiganlar bor, shunaqadan chaking. Ha. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'ldim. Bunday qarasam, quyib qo'ygandek sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor, mana vazelin kalish, ya'ni vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chakmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsang, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasinlar o'g'il bola.
qo'rqitib yubordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Machishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashlab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tutut tagida itni rasmi dechi. Tutut tagida itni rasmi. Ha, ketdik.